Bo'ldi, gaplashamiz yana. Bo'pti, xo'p. Qo'ying. Akammi? Yonlardagi qiz kim ekan? Kenaya. Voy, Dinozaxon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz? Sizimsiz? Nima qilyapsiz, Kenaya? Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Akasi kelishlariga, akasi yaxshi ko'rgan ovqatlarni qilayotgandim. Akamni bilan yaxshi ko'rasiz-da. Bolalarim otasi yaxshi ko'rmaymanmi? Yuring Dinozaxon, uyga kiramiz. Dinoza yaxshi kelibsiz. Akangizlar ham hozir kelyotgandilar. Dilnoz, sening kim qopti? Yaxshi kelib qopsan-da, vori xursand bo'lib ketdim. Menga qara, nima qilib o'tiribsan? Bor ovqatingni sus. Tinchmisan o'zing? Yaxshi keldingmi? Tinchlik emas aka. Kuyov 2-3 qizlar bilan yurgan ekan. SMS-larni ko'rib qoldim. Uni ustiga kechasi kimiydigan odat chiqarganlar. Siqit iplos bu bilardim itligini, krisaligini bilardim. Buni uchi chavog'ini uzib olaman, boru. Turg'iningda borib papirasini chiqarib keling. To'xtang aka, singizga rahmingiz kelyaptimi? Jigarimsan, achinmaymanmi? Turg'iningda. Kenayimga rahmingiz kelmaydimi? Butun yoshliklarini sarflab 3 ta farzand dunyoga keltirib berdilar. Kenayimga qilingan nohaqlikni menga qilingan nohaqlik deb hisoblayman. Aka, qadamingizni o'ylab bosing. Aka, bu yurishingiz qarz yo jiyanlarimga, yo menga uradi. Meni erim sizga o'xshagan nomard emas, bilib qo'ying. Aka, gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Men ketishim kerak.